Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tuning Prokopim. Hop do'stlar, bugungi videomizda dacha olganmiz. O'shani borib obzorini qilib berishim kerak sizlarga. Bilsalarim, men bugun yaqinda bildim mana shu yoqdagi yo'lda. Mana bu yoqda o'zgarish ketibdi. Warlord Sale bor, ana shu yoqqa olib borar ekan. Yaqinda qo'shilibdi, olti joyda bunaqa bir pul topadigan shunaqa joylar bor edi. Logoli Cadillac'da kitobimiz. Video olmaganimga ancha bo'lib ketibdi. Xaritaga qarab olaylik. Bo'ldi. Ya, telefon qotyapti. Tog'li zonaga kirib keldik. Ya, ne bo'ldi? Shu usta bor edi ancha. Tez kelib qoldik. Ochile. Olaman tog'li hududga mana shunaqa kiyimlarda kiyib olganmiz. Aniga Cadillac logo bor, birga bir. Boshlaman shu yerdan boshlasak, obzorda mana bu yerda kofelar ichib, tashqariga ob-havoga qarab o'tirsak bo'ladi. Mana bu yerda balkon chiqib ketadi, o'rtazal. Mana bu yerda bunaqa televizorlar ko'rib o'tirish mumkin. Bunday olganda zalda televizor ko'rib o'tiradi. Mana bu yerda oshxonalar, stol, oshxona uloqlari. Mana bu yerda ham kitob o'qib, notebook tomosha qilib o'tirish mumkin. Mana bu yerda esa ovqatni bir nimalar tayyorlaydi. Mana bu yerda gaz filtr, mikser, mana bu dimoxod, cho'mich, kapgir, mana bu rakvina, mana bu pechmi deyman. Mana bular nima ekan bu? Tifolmi? Shunaqa narsa ekan, oltidagi kasami, shunaqa narsa ekan bolalar. Sekingina bu yog'ini qilsak, bu yoqdagi vanna, oyna, mana bu yerda qo'l yuvadigan rakvina, tagida tortmalar, kir yuvish mashinasi, mana bu nimalar, konditsioner, vanna, bu olganda Jaydar tilida olganda bu hojatxona, gullar,
ikkitala gul. Mana bu yerda anaqa o'zidan shirin hid chiqaradigan nima desam ekan, shunaqa narsa-da, короче. Endi biz ikkinchi etajga chiqsak, mana bu yerda kitoblar, shunaqa narsa, kitob javon desam olsa bo'ladi deganda. Mana bu yerda bola shkaf, xuddi shunaqa kitob javon. Mana bu yerda gullar. Bunaqa chiqib olsak. Mana bu yerdan tashqaridan boshlaylik. Tashqarida o'tirsalar ham bo'ladi, mana tashqari ob-havoga, pagodaga qarab. Bu yerda ham bor ko'rsataman. Mana bu yerda endi mana tashqarida issiq bo'lganda, quyosh chiqqanda shu yerda o'tirish mumkin. Shuning uchun qo'llanilgan. Mana yomg'ir yog'sa, odamlar domda yashasa, balkonlarga chiqib qaraydi. Bunda ana bu hovlida uymi, bu 2 etajli uy ekan. Mana shu yerga chiqib qarab o'tiradi-yu, mana bu yerga. Mana shu yerga qarab o'tirish mumkin. Mana bu qorlar ko'payib ketganda, mana kurak bilan kurib tashlash mumkin. Sekin kirib olamiz, eshik yopamiz, bunisi sovuq kirib qoladi. Mana bu yerda bu televizor, oltdagi kolonkalar. Mana bu yerda ham kitob javonlar, tepada bunaqa nima bu. Bilmadim bu nimaligini, bolalar bilsalaring kommentariyada yozib qoldirasizlar. Pastdagi oshxonada bor narsalar bor ekan, bitta bu qora narsa yo'q ekan, ana bular. Endi sekingina 3-etajga chiqsak, 3 etajli ekan bu. Mana bu yerda ham do'ganda zalli, mana gantellar, yotib gantel qilsa bo'ladi, mana tikka turgan holatdalar bor. Mana bu turnik, oslasizlar, tepada mana svet. Endi mana stollar, stul. Mana yerda bilyard o'ynasa bo'ladi. Kolonkada qo'shiqlarni qo'yib olib o'ynasa bo'ladi. Avtobuslar shu bilan obzorimiz tugadi. O'zimiz ozroq mashina minamiz. Kapotdan ko'rib qo'yildi. Antifriz solish kerak ekan. Orqa bagajni ochaylik. Orqa bagaj mana Cadillac'da keng bo'ladi, bilsanglar kerak. Yopamiz. Undan yopib olaylik. Men oyna yoqilmadi. Yoqilay. Mana endi yoqilyapti. Ana qishib ketdikmi deganday. Chiqib oldik. Zapravkaga borib olaylik, gaz ham kam qopti. Sekin qoldi, shuni gaz ko'rib olaylik. Mana shundan ko'rsa kerak. Ikki toshga qopti mana. Yutma deyman, menimcha.
Bari sog'liqli bo'ldi. Har ehtimolga qarshi o'chib qolsa yo'llarda ammo ko'p. Bo'ldi bola, mana ovozimchi. Bo'ldi. Endi bo'ldi. Yo'qotyapti. Mana bu yerda do'konni sevdim. Shunaqa joy bor ekan, kirib ko'raylik. Mashina parkovkaga qilib yotmaymiz. Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Sekingina sitiga borib olishimiz kerak. Ungacha bitta faqat rasm ko'p qo'yilib, o'sha zonaga qaytib bo'ldilar. Bola pulni kamayib ketyapti. 39 million qoldi. Aytadi-yu do'stiga. Do'stim siqilma, pullar biz pulsiz emasmiz, pullar bizsiz deydi-yu. Shunaqa bo'lyapti. Garimlar to'lgan ekan, bola to'lib qoldi. Endi sekingina qo'rqmay haydasa bo'ladi. Men skorga qo'yib haydaylik. Xullas, shunaqa qo'yamiz. Shu bilan videomizning nihoyasiga yetgan bo'ladi. Bo'lgan holda video bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Videoni ko'rganlar uchun kattakon rahmat.